Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi ishlarimizni o'rnatdik. Mana do'stlikka o'rnatdik. Plastmassa bo'ldi romlari. Eshiklarimiz alyumin balkon qanotdan bo'ldi. Taylari alkogol, aynalari oq paket bo'ldi. Eshigimiz ruchkalari termo ruchkalari bo'ldi. Poligonnilari bor. O'sha bu yerda kvadratimiz 36,5 kvadratga bo'ldi. 27 million qilib berdik. Romlarimizni har bir oraliqdan ikkidan ochiladigan var. Bittasi sложный, bittasi oddiy ochiladi. Shuni kvadrati o'sha $60 tushdi. Kimga shuni xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqa olasizlar. Romlarimizni endi 390 bo'yi 1.70. 6 ko'z qo'yib, xudo xohlasa plastmassani eng zo'r tarafi issiq sovuq zo'r ishlaydi. Tellash hisobini 90-95% kamaytiradi. Eshigimiz razmeri 1.55 3.10. Ochib yopilishlari. İşlerimizga osilak, propiskalarni bosib, akfa qildirmoqchidan ishlar jo'natib berasizlar.